hozir poliklinikadamiz. Katta zdaniyada hozir tabrik o'tkazyapti. Do'stimni onasini tug'ilgan kuni bo'ladi. Onasi bu yerda glavvrach. Hamma xodimlar hozir shu yerda birgalikda xodimlar bilan tabriklaymiz. Onajonim tug'ilgan ko'ksim turtgan shu tanishlar yaxshi kunlar yaqin kelib ahil ekanmiz, siz ko'pchilik ekansiz, ko'zdaymansiz. Assalomu alaykum. Onajonim, yaxshimisiz? Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Charchamayapsizmi? Bezovta qiladikmi? Umringiz uzoq bo'lsin. Kutdingizmi o'zi yoningizga mana shuni tashib berishimizni? Umuman kutdingiz, onajonim. Umringiz uzoq bo'lsin, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugun ajoyib kun, onajonim. Bugun sizning tug'ilgan kuningiz. Hozirgi vaqtda eng katta boylik pul mol dunyoda deydi-da, lekin hozir shunga amin bo'ldimki, bizlarning eng katta boyligimiz mana. Xodimlaringiz, yaqinlaringiz, og'aynilar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bizlarga ancha oldin alfga chiqishgandi. Bitta o'zi erkatoyingiz bor sizda, yagona bir dona. Shu erkatoyingiz alfga chiqishgandi. Do'stim, shu onajon tug'ilgan kuni kelyapti. Onajonni xursand qilmoqchiman. Onajonimni xursandchiligiga sherik bo'lmoqchiman dedi. Chunki har natijalarga erishayotganlarim, har bitta yutuqlarga erishayotganim bu onamning duolari bilan dedi. Onajonim, bugungi kun sizning eng go'zal kunlaringizdan biri. Farzandlaringiz tomonidan tashrif buyurdik. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Sizning xursandchiligingizni ko'rish uchun mana shu barcha xodimlar bilan, yaqinlaringiz bilan yig'ildik onajonim. Lekin kiyganidan meni allatdi bular. Bilasizmi nimaga? Onam deydi 56 yoshga to'ldi deydi, lekin 18 yoshga qizchaga o'xshab turibsiz-ku. Umringiz uzoq bo'lsin. Doim mana shu yosh ko'rinib bering. Onajonim, baxtimizga sog'-salomat bo'ling. Nimaiki yutuqlarga erishayotgan bo'lsak, nimaiki natijalarga erishayotgan bo'lsak, bu sizda hammasi duolaringiz bilan onajonim. Doim baxtimizga sog'-salomat bo'ling. Onajonim, eng erkatoy o'zi xodimingiz kim o'zi? Eng erkatoylardan. Eng erkatoy xodimim Xudoyberdiyev Abjan aka. Onajonni bitta tabriklab berasiz. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Mana bugun turamiz. Nasiba Rahimovaning tug'ilgan kuni. Meni shu fursatdan foydalanib sizga mana shu tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbdan tabriklayman. Sizga sog'lik, salomatlik, farzandlaringizni huzurni ko'rib, ularning baxtini ko'rib,
erishishingizni tilakdoshman. Yana shuncha yoshlarga kiring. Nasib bo'lsa, shu siz ham nima bo'ladi? Xonadoningizda har doim yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Rahmat sizlarga. Rahmat, savob berganingiz kelsin. Onajonim, ana bizni har bitta joyda shu erkatoy bo'ladi. Shu lekin shu odamni juda ham yaxshi ko'rasiz, lekin sizni ba'zi vaqtda aytganingiz kelmaydi. Qaysi xodimingiz bor? Hozir yo'q ekan-da. Uni yana bittasi bor, Shahlo. Keling Shahlo opa. Assalomu alaykum. Qadrli hamkasblar, mehmonlar, tanishlar. Bugun doktorimizni tug'ilgan kuni ekan. Chin qalbimdan tabriklayman doktor. Xudoy baxtimizga sog' salomat bo'lib bering. Kollektivimiz ko'paysa, kamaymasin. Bor, har doim o'zingiz bo'lib bering. Sizni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Shunaqa asta kechirimchan so'rab olmasa, bir lahza endi nimaligini. Onajonim, do'stim keldi. Kel do'st. Onajonim, shu Mirzatovoylarni shu bugun hamma yaqinlaringiz, hamma sizni juda ham yaxshi ko'radigan odamlar yig'ilganda. Onajonim, onajonim, shu do'stim bilan yoshlikda birga o'sganmiz-da, bitta maktabda o'sganmiz. Onajonim, birinchi o'rinda shunaqa farzandlar o'stirganingiz uchun, shunaqa tarbiya berganingiz uchun va shunaqangi darajagacha olib kelganingiz uchun rahmat onajonim. Ana shu farzandlaringizga birovni qanday hurmat qilish kerakligini, birovga yordam cho'zish kerakligini, yaxshi yomon kunda doim birgalikda bo'lish kerakligini va birinchi o'rinda onani qanday qadrlash kerakligini o'rgatganingiz uchun rahmat onajonim. Onajon, bu o'g'lingiz sal yolg'on gapiradigan xarakteri bor-da. Shu sizni uncha kunlar mana shu o'g'lingizni yomon ketibdi. Mana shuni boraymi deydi-da. Alloh bo'lsa, sizni xursandchiligingizni ko'rishim juda ham harakatda bo'ldi. Shu o'zi bitta erkatoy o'g'lingiz bilan shu bitta erkatoy keliningiz bor. Orolada. Ikkalasi. Umrlar uzoq bo'lsin onajon. Shu o'g'lingiz qachon oxir marta aytdi o'zi, onajon sizni yaxshi ko'raman deb. Har doim aytaman. Do'stim, shu hamma ko'rib havas qilsin, faxrlansin, hasad qilmasin. Shu Mirzatovoylarni onam yonida, hammani oldida bitta o'zi ta'lim ichadi. Onajonim, sizni yaxshi ko'raman. Qarsaylar Birgalikda harakat Mening bahorim yurur ay xonim dunyoda borim jannatning bor. ancha vaqtdan beri aytmoqchi bo'lgan tilaklari va ancha vaqtdan beri aytmoqchi bo'lgan niyatlari bor insonlar bor. Matlab bo'lamiz bor ekan. Bitta sahnamizga tashlab bersinlar, keling onajon. Assalomu alaykum hammaga. Doktorjon, tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Bizning vaqtimizga, oilangiz vaqtiga sog'-omon bo'ling. Doim mana shunday yaxshi kayfiyatda, sog' salomat hamisha birgalikda ishlab yuraylik. Mana shunday chiroyli tabriklar tashkil qilgan uchun farzandlaringizga ham katta rahmat. Umrlardan baraka topsin. Butun kollektivimiz yaxshi ko'ramiz sizni. Doim omon eson o'ynab kulib ishlab yuraylik. Onamsiz, opamsiz, o'qituvchimsiz. Sizning o'rgatingiz yo'limga ziyo. Yonimda bo'lsangiz onajonimning yonida yurgandek bo'laman go'yo. Doim vaqtimizga sog'. Bizlarda yana bitta aziz insonimiz bor. Dilfuza opamiz yanamidi? Keling onajon. Nasib opa, meni opam bo'ladi. Ustozim desam ham bo'ladi. Endi shuni birinchi praktikaga kelganimda, mana shu yerda yangi institutni bitirib, shu yerda praktikaga kelgandim, meni ko'p narsani o'rgatgan. Tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. O'zim nomimdan mana shu yerda bizga
joy qilib berganingiz uchun kollektivimiz nomidan sizlarni oilam nomidan o'zim nomimdan tabriklayman. Doimo yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Farzandlaringiz huzurini ko'rib yuring. Hayotingiz besamar o'tmadi. Yaxshi o'tdi. Mana qancha yilda xizmatida bo'ldingiz. Mana shunday farzandlar, kelinlar, bu katta ortish, katta davlat. Yaxshi ko'ramiz. Ana birgalikda farishtamiz dardga dermonim onajonim yana bitta sizni farzandingiz bor. Safo akamdan hozir chet davlatda talabaliklarga binoan bitta tabrik so'zlarini ham yetkazib qo'yaman. Onajonim qabul qilasiz. Bugun eng go'zal kun. Sababi onajonimning tug'ilgan kunlari. Mehribonim, ayajonim, mening eng qadrli insonim. Hozir men chetdaman, musofirchilikdaman onajonim. Shunaqangi ajoyib kunda bugun tug'ilgan kuningizda yoningizda bo'laman. Buning uchun ming bor uzr. Lekin bilingki onajonim hayotingizda eng muhtoj farzandlardan bo'lishni xohlayman. Bizni ulg'aytirdingiz, o'stirdingiz, hech kimdan kam qilmadingiz onajonim. Nimaiki bo'lgan taqdirda ham yonimda turdingiz. Onajonim, mehribonim, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bu men sizga bo'lgan Safo. Baxtimga doim sog'-salomat bo'ling. Dunyo turguncha turing. Onajonim, olov surov bergan mahalda uzoqlashdi yaqinlarim ham. Siz qoldingiz, boshim sizlar. Rahmat sizga onajonginim. Tushganimda boshimga kulfat. Sizga kerak ekanman faqat. Betob bo'lsam qo'ldingiz sog'da. Rahmat sizga onajonginim. Siz borsizlar bo'lmayman taslim. Siz borsizlar egilmaslar. Dunyodagi eng sodiq do'stim. Rahmat sizga onajonginim. Bu qarzinglar siz uchun onajonim. Dunyo turguncha turing. Ana birgalikda hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Farzandlaringizga va xodimlaringizga qanaqadir gapingiz bo'lsa, bemalol yetkazishingiz mumkin. Avvalom assalomu alaykum hammalaringizga. Kelganlaringiz uchun tashakkur aytaman. Mana shu narsani tashkillashtirib bergan o'g'illarim, farzandlarim, jonlaring sog' bo'lsin o'g'illarim. Sizlarda har doim yaxshi kunlaringlar bo'ladi. Yomon kunlaringni ko'rmang o'g'lim. Har doim nimaki niyatlaring bo'lsa, hamma niyatlaring ro'yobga chiqishini xohlayman. Sizlar ham farzandlaringni mana shunday yaxshi kunlarni ko'rish sizlarga nasib bo'lsin. Ishchilarim, sizlar ham hammalaringiz xuddi meni farzandlarimdek, birovi opam, birovi akam, birovi singlim, birovi onam qatori. Hammalaringizni yaxshi kunlaringizni ko'rishni xohlayman men ham. Sizlarga hammalaringizga sog'lik tilayman. Hammalaringizga tashakkur qilaman. Onajonim, shu farzandlaringizni va sizlarni juda ham yaxshi ko'radigan insonlar nomidan sizga bitta gap aytmoqchiman. Chunki bizlar ko'p tadbirlar bo'lganmizda, har bitta chiqadigan so'z, har bitta chiqadigan gap farzandlardan juda ham qiyin bo'ladi, onajonim. Shuning uchun farzandlaringizni nomidan sizga bitta gap aytmoqchiman. Boringizga shukur. Bugungi kunlaringiz muborak bo'lsin. Doim mana shu baxtimizga sog'-salomat bo'ling. Yuzlariga kiring. Endi Xudo bo'lsa 100 yoshga kirganingizda mana shu kelib barcha oilalar bilan, xodimlar bilan, farzandlaringiz bilan nishonlash nasib qilsin.